Assalomu alaykum, Solih Foto kanali obunachilari. Hamma yaxshimi? Men hozir kontentlar joylamayapman chunki keraklik landshaflar, rasmlar chiqmayapti. Kuzatuvim davomida. Hozir ishlarimdan bir parchasini ko'rsatmoqchiman. Parchasi emas, u qilayotgan ishlarimizni demoqchiman. Masjiddamiz. Yo'q, qabriston. Yo'q, bizning ishlar. Juda ham chiroyli. Masjid ekan. Shu gumbazni bitkizgani kelganmiz. To'choqni joylab qo'yganmiz salqinga o'rantirib. Hop, gumbazni mana shunaqa tunikasini qilgani kelganmiz. Shunaqa xizmatlar ham bor bizda. Hop, oyini qilmaymiz. Oyini boshqa odam qiladi. Bu yer namoz o'qiydigan joy ishga tushgan. Bu yangi bino, shu yerga gumbaz o'rnatilinadi. Futbolga ham joy qilish juda katta joy. Shunaqa hozircha.